Orifjon aka, qo'l qaltirashlari hammasi ham Parkinson deyiladimi? Albatta, o'zi Parkinsonizm kasalligini ko'pchilik holatda faqat qo'l qaltirashi yoki titroqlar bilan bo'lganda Parkinsonizm deb o'ylashadi. Aslida bunaqa emas. Aslida Parkinsonizm vaqtli boshlanadi, ya'ni erta boshlanganda ko'pincha tonuslarni oshishi bilan namoyon bo'ladigan kasallik hisoblanadi. Ya'ni bunda nima bo'lishi mumkin? Faqat qaltirashdan boshqa degan savollar tug'ilsa, bunda harakatlar sekinlashuvi, yuz mimikalarining sekinlashishi, tushkunlikka tushish, kulish, jilmayishlarni kamayish bilan boshlanadigan kasallik hisoblanadi. Shunaqa holatlarni bilsak, shunaqa alomatlarni ko'rsak, o'zi kimga murojaat qilishimiz kerak? Albatta, bu holatlarda birinchi o'rinda nevropatologga murojaat qilish kerak bo'ladi. Xohlasa yashash atrofidagi nevropatologlarga, xohlasa mana bir tanigan, bilgan mutaxassislar, ya'ni o'sha Parkinsonizm bilan shug'ullanadigan parkinsonologlarga murojaat qilishi mumkin bo'ladi. Buni davolash mumkinmi? Albatta, buni davolash mumkin, lekin to'liq davolab bo'lmaydi. Ya'ni nimaga? Bularni erta davrlarda agar tashxislarni to'g'ri qo'ya olsak, shunga qarata harakatlarni qiladigan bo'lsak, buni ya'ni ko'rinadigan belgilarini kamaytirib, hayot tarzini yaxshilashimiz va har bir bemorning umrini uzaytirishimiz mumkin. Bu kasallikning dastlabki belgilari paydo bo'lganda dori-darmonlar bilan yoki dieta qilib, ya'ni ovqatlanish normalarini tavsiya qilib bersak, ambulatorni davolanish mumkin. Agarda og'irroq yoki kechikmagan bosqichlarida birinchi o'rinda bir statsionar holatda bularni hamma muolajani bajarib, keyingi tavsiyalarni ambulator sharoitda uyiga tavsiya qilishimiz mumkin.